Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, kanalimiz a'zolari. Demak, bugungi tahlil qiladigan passajimiz The Tigris River. Yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun Telegram kanallarimizga o'tasiz. Telegram kanalimni kommentariyada yozib ketaman. Barcha boshqa turdagi passajlar tahlillari, listening, speaking, reading hammasini kanallarimizda ko'rib o'tib ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Demak, bugungi passajimizni boshlaymiz. Yana qayta aytaman, hamma darslar to'lig'icha Telegramga birinchi yuklab boriladi, undan keyin YouTube'ga o'tkazamiz. Demak, bugungi passajimizni boshlaymiz. Tigris River. The streams that join to form Tigris River begin in the high mountain, rimming the lake one in eastern Turkey deyapti-da. Streams degani qanaqadir bir irmoqlar bo'ladi-da bu yerda. Irmoqlar bo'ladi, ana bu. Tog'da birinchi katta daryolar tashkil qilish uchun tog'dan birinchi boshlanadi. Tog'da ham kichkina irmoqchalardan boshlanadimi? Shunaqa. Streams that join to form a Tigris River, ya'ni Tigris River'ning nimasi? Irmoqlari va bu irmoqlar qo'shiladi-yu, to form degan shakllantiradi deganda, shakllantiradi. Nimani shakllantiradi? Tigris River'ni shakllantiradigan, tashkil qiladigan riverlar qo'shilib tashkil qiladigan streamlar, ya'ni shu irmoqlar birinchi boshi qayerda bo'ladi? In the high mountains, rimming the lake Van in eastern Turkey. Ya'ni boshlanayotgan o'sha irmoqlar qayerdan? High mountainsdan, yuqori tog', katta baland tog'lar. Qaysi tog'larki? Rimming the lake Van in eastern Turkey. Ya'ni eastern Turkiyadagi Lake Vanni, ya'ni Van ko'lini o'rab turgan. Rimming degani o'rab turgan degani. O'rab turgan tog'lardan boshlanadi. Ya'ni eastern Turkiyadagi Van ko'lini o'rab turgan tog'lardan. Demak, shunaqangi tog'ki, u nimani o'rab turibdi? Lake Vanni. Shuni bundoq qilaylik-da, shuni isboti bilan ko'rsataylik. Mana bu ko'l, Rim ko'li va bu ko'lni nima o'rab turibdi? Tog' o'rab turibdi mana. Haqiqatdan ham ko'rsangiz, mana bundoq ko'raylik yaxshiroq. Ko'lni tog' o'rab turibdi. Demak, mana ko'rib olyapmiz. Yaxshiroq mana. Van ko'lini, mana bu Van ko'li, uni nima o'rab turibdi? Tog'lar o'rab turibdi. Demak, mana shu Van ko'lini o'rab turgan tog'lardan boshlanar ekan, mana Tigris daryosini nima qilish? Tigris daryosini irmoqlari o'sha yerdan boshlanar ekan. Mana. Boshqa ko'pi. Короче, mana da bizaniki. Bizaniki mana shu. Mana shu tog'lardan boshlanadi. Ana bular.
Tigris daryosini irmoqlari. Qarang, mana bu oqib kelgan qordan oqib tushadi-ku mana bu. Tog'da ustidagi mana qorlardan oqib tushib, sekin-sekin nima qiladi-da, tashkil qiladi. Leaving Turkey. Turkiyadan chiqib ketib, Turkiyadan chiqib deyapti-da, ya'ni daryo bilasiz, bitta hududdan ikkinchi hududga o'tadi. Turkiyadan chiqib ketadi, to'g'rimi? Misol uchun o'zimizdan O'zbekistondagi tog'larni ham, daryolarni ham boshi O'zbekistondan boshlamagan, boshqa hududlardan ham kirib kelgan, to'g'rimi? Xuddi shunday Turkiyadan chiqib ketadi o'sha ko'l, nima? O'sha streamlar, Tigris daryosini tashkil etgan streamlar, streamlar Turkiyadan chiqib ketib, ya'ni Tigris daryosini boshi deylik. U qayerga boradi? Tigris touches the northeastern border of Syria. Ya'ni u Siriyaning northeastern chegarasidan o'tib ketadi. Then flows southeasternward across Iraq. Ya'ni Iroqni southeastward tomonidan o'tib ketayotganda. Demak, shuni ko'ramiz hozir. Mana bu Tigrisning nimasida? Xaritasi. Mana shunga bitta qaraylik-da. Tigris daryosi bu yoqda qaysi? Mana qarang. Mana bu liniya, mishkani bilan qarang, mana shu liniya. Mana shu liniya Tigris daryosining nimasi? Liniyasi qarang, bu boratan Persian Gulf, ya'ni Fors qo'ltig'iga quyiladi, qarang. Bundoq kelyapti-yu, Bag'doddan o'tyapti, Bag'doddan keyin ikkiga bo'linib ketib qolyapti, qarang, bundoq boryapti, bundoq boryapti-dani. Bundoq kelyapti. Endi qarang, qaysi hududlardan o'tyapti? Mana bu hududda Siriyaning hududiga qarang, mishka bilan olib boryapman. Siriyaning hududi bir chekkasidan o'tib ketyapti. Undan keyin qayerga kiryapti? Iroqni hududini qarang, mana Iroq mana juda katta joy. Iroqni kesib o'tyapti, ko'rasizmi? O'rtasidan kesib o'tyapti. Bag'dod Iroqda. Tushunayapmi? Iroqni kesib o'tyapti. Demak, qaranglar. Siriyani qaysi tomondan o'tyapti? Bir burchakdan. Bitta nima qilamiz? Mana bu tomon, o'ng tomon, bizdan turgan o'ng tomon hozir bu yoq east, bu tomon west bo'ladi va tepa north va past south bo'ladi. Demak, mana shu hududni hozir bular aytgan. Aytyapti, Tigris touches the northeastern border, ya'ni northeastern degani north tepa edi, eastern degani o'ng tomon edi. Qani, o'sha tomonga to'g'ri kelyaptimi? Mana qarang. Mana bu nuqta hozir Siriyaning mana bu nuqtasi northeast bo'ladi. Haqiqatan o'sha northeastda bir touch degan bir tegib o'tib ketgan deganda. Mana haqiqatan ham bitta tegib o'tib ketgan ekanda. Bitta tegib o'tib ketgan. Qarang, bir chekka Siriyaga bir kirib o'tib ketganda, atak Siriyaga juda ham ko'p kirmagan, bir kirib o'tib ketgan. Xo'p, keyinchi border of Syria, ya'ni Siriyaning bir burchagiga tegib o'tib ketgan. Border degan chegarasi. The flow southward across Iraq. Demak, south degan pastmi,
past south eastward, ya'ni pastga va o'ng tomonga bo'ladi-da. O'sha tomonni iroqni kesib o'tadyapman. Mana qarang, iroqda haqiqatdan ham south pastga qarab ketyapti mana. Voy, yo'lki balki. Mana pastga qarab ketyapti. South east degani o'ngga qarab yurish degani. Haqiqatan qarang, mana Bag'dodni bundoq o'ng tomondan kesib, Bag'doddan o'tib Gulf, Persian Gulfga kelgan. Haqiqatan mana kesib o'tgan, Bag'dodni o'rtasidan kesib o'tgan mana. O'sha yerda ham shu gapni gapiryapti-da. Demak, vocablar bu touches degan bir tegib o'tib ketadi degani. Mana touch bir tegib o'tib ketadi degan. Demak, border chegara, Siriyaning chegarasi, keyin flow oqadi, oqmoq. South eastward across Iraq, ya'ni qarang, across Iraq dedimi? Iroqni kesib o'tadi degani. Iroqni kesib o'tadi degani. In Iraq, it is joined by the tributaries from the east, principally Great Zab, the Little Zab, and Diyala. Qarang, u Iroqqa kirganda, o'sha Tigris daryosi Iroqqa kirganda, u qo'shilib ketar ekan, tributaries deyapti. Tributaries degan yana boshqa bir armoqchalar, mana bunga sinonim, mana bu streamga sinonim bo'ladi. Streamga sinonim bo'ladi. Iroqqa kirganda u tributarylar bilan qo'shiladi. Qaysidan? East tomonda qo'shiladi va bularning otlari shu tributarylarning otlari Great Zab, Little Zab va Diyala. Tushunarli? Diyala. Hozir uni ham ko'ramiz. Mana shunga bitta yaxshi e'tibor beraylik. Qarang. Bizani Tigris daryo mana bu, mana ko'ryapsiz, Tigris daryo mana bunday kelyapti. Va bunga Tigris daryosiga hozir Great Zab qo'shilyapti-da. Great Zab qo'shilyapti. Mana bu yerdagi hududdagi armoqchilar hammasi Great Zab ekan bu yoqda. Ya'ni ham aniqroq keltirmaganmi bular ham? Mana bu qora chiziqlar bizani Tigris daryosi. Va mana qarang, zablar bor, zab endi ko'llarmi, endi Great Zablar. O'shalar mana qarang, ko'k sekin-sekin qo'shilib qaysiga qo'shilib ketyapti? Tigrisga qo'shilib ketyapti. O'sha narsani ko'rsatib beryapti-da bular.
Mana bu yerda aniqroq bergan, qarang. Mana bu daryomiz nomi mana Tigris. Qarang, Tigris ketyapti. Tigrisga qarang, Gridzap qo'shildi mana. Qo'shilgan joy. Imенно mana bu joyga bitta qarangizlar. Gridzap qo'shildi, bundoq ko'rilyapti. Mana Gridzap bu yoqdan kelyapti, ko'ryapmizmi? Mana bundoq bu yoqdan kelyapti. Gridzap qo'shilyapti. Gridzap mana. Bular mana bu borib hozir Persian Gulfga qo'yiladi. Значит, e'tibor berishimiz kerakki, mana bu yerdan Tigris kelyapti. Tigrisga mana bu yerda Gridzap qo'shilib ketib qolyapti. O'sha narsani gapiryapti-da. Demak, Gridzap dedi, keyin yana qanaqa zap dedi? The Little Zap dedi. Buni ham ko'ramiz. Qani bu Little Zap ham qo'shilib ketarmikan? Qisqasi mana da Little Zap mana bu-da. Mana shu Little Zap, o'sha Little Zap qo'shilyapti. Mana bu o'ng tomonga bitta e'tibor bering. Mana shu Little Zap ekan, mana shu Little Zap borib Tigrisga qo'shilib ketar ekan-da. Keyin undan keyin Dialasi ham shunaqa. Diala ham borib qo'shiladi. Diala ham shu bitta qanaqadir irmoq, u ham borib qo'shilib, nimaga qo'shiladi. Diala mana bu bizani mana bu qora, ana shu nima? Tigris mana bu. Tigris bu bo'lgandan keyin unga yana Diala mana qo'shilib ketyapti. Mana bu esa Persian Gulf. Shunaqa. Hozir adashib ketib qolaman. Yaxshi. The Euphrates west of the Tigris runs in the same general direction. Endi Euphrates degani bu yerda daryoda. Qarang, Euphrates degan daryo bu Tigrisning west tomonida joylashgan. Tigrisning west tomonida joylashgan daryo ekan Euphrates degani va u ham xuddi unga o'xshab qayoqqa bitta yo'nalish bo'yicha oqar ekan. Bitta yo'nalish bo'yicha. Demak, Tigris yo'nalishi qaysi tomonga edi? Bagi Persian Gulfga borib qo'yilardi. Bu ham shunaqa Euphrates ham nima qilar ekan? Borib Persian Gulfga quyilar ekan va u bilan yonma-yon ekan. Ya'ni
Tigrisda west tomonda ekanda. Uni ham ko'rib chiqamiz. Mana qarang. Aniq berilgan. Mana bu Tigrisni ko'ryapmiz mana. Mishka bilan olib kelyapman. Tigris River bu. Uni west tomonda mana Aprobits joylashgan. Mana bundoq kelyapti. Bundoq mana ko'rdingizlarmi? Parallel kelyapti. Ikkalasi ham borib qayerga qo'yilyapti? Persian Gulfga, ya'ni Fors qo'ltig'iga borib qo'yilyapti. Ikkalasi ham Iroqdan o'tyapti, Iroq kesib o'tyapti, lekin Turkiya Iroqni bir chetida qarang. Tigris daryosi Iroqni bir burchagidan o'tib ketyapti, lekin Euphrates uni shunday anaqasidan o'tib ketyapti, nima deydi, bir yuragidan, o'rtasidan o'tib ketyapti. Siriyadan o'tishi sal farqi bor ekan Tigris bilan Euphratesning farqi. Ikkalasi ham baribir Persian Gulfga borib qo'yilyapti. Uni rasmlarga keladigan bo'lsak, mana shu daryoda. Mana короче, Euphrates River mana shu. Yoki bu bilan ko'rishlaringiz mumkin. Shu Euphrates River daryo. Ketdik. Yaxshi. Euphrates bir yo'nalish oqadi. In ancient times, o'tmishda the two rivers had separate mouth. Ya'ni ikkala daryoni отдельно o'zini nimasi bor edi, og'zi bor edi debdi. Nima desak bo'ladi buni? Boshlanishi bor edi. Qanaqadir bir boshlanish mouth degani bu yoqda nimaga chiqish yo'li deyiladi-da. Nima desam bo'ladi? Qayergadir chiqib ketish yo'lida. Endi qayerga? Misol uchun bu yerga Persian Gulfga borib qo'yilyapti, to'g'rimi? O'shanaqada. Ya'ni ikkalasining отдельно og'zi bor edi, chiqib ketish yo'li bor edi degan. Qarang. Mana shuni aniqroq tushuntiraman sizga. Qadimda ikki daryoning o'zini alohida og'zi bor edi degani, qarang. Bular qayerga borib qo'yilyapti? Bular ikkalasi ham borib Persian Gulfga borib qo'yilyapti. Ya'ni Fors qo'ltig'iga borib qo'yilyapti-da. Ya'ni o'sha yerga borib tushyapti. Ikkalasi qanaqa borib qo'yilyapti? Tak, o'zi ko'rsataymi-da. Mana. Ikkala daryo, qarang, ikkalasi bora birlashib ketib qolyapti-ya. Mana qarang, mana bu nuqtada birlashyapti ular. Mana bu Persian Gulf, ya'ni Fors qo'ltig'i. Fors qo'ltig'iga borib qo'yilyapti. Bu Fors qo'ltig'idan chiqib ketadi. Fors qo'ltig'i boradi-yu, Hind okeaniga qo'shiladi. Indian Oceanga borib qo'shiladi. Demak, bu o'zi ochiq dengizga chiqib ketish mana shu Persian Gulfdan boshlanadi, Fors qo'ltig'idan boshlanadi. Demak, Fors qo'ltig'iga bular hozirgi kunda bitta og'iz bilan qo'yilyapti, to'g'rimi? Bitta og'iz bilan. O'tmishda bular отдельно qo'yilgan deyapti. Ikkalasining ikki xil yo'li bo'lgan deyapti. Hozirda esa bitta yo'l bilan qo'yilyapti, mana ko'rdingizmi? O'sha yoqdan kelyapti-yu, hammasi birlashib kelib, mana bu yerda borib Fors qo'ltig'iga qo'yilyapti. Xo'p, tushungan bo'lsalaringiz yaxshi. Endi
Hozir men fors qo'ltig'ini dengizga chiqib ketishini ko'rsataman sizga. Mana bor ekan. Mana fors qo'ltig'i. Persian Gulf mana. Endi bundoq qaraymiz. Mana bu Siriya bilan Bag'dod o'rtasidan chiqib kelyapti bular. Fors qo'ltig'i qo'yildi. Qarang, fors qo'ltig'i borib nima bo'lyapti? Boryaptidan bundoq chiqib ketib Abu Dabini aylanib o'tyapti, Dohani aylanib o'tyaptidan qarang, baribir bordi. Bu mana bu katta dengizga chiqib ketadi. O'sha mana bu yer ana bu-da Hind okeanida. Mana qarang, yozib qo'ydim mana Hind okeani. Hind okeani. Bu yoqdan Qizil dengizdan borib nima bo'lyapti? Qizil dengizdan borib turib Hind okeaniga chiqib ketyapti. Ana. Shunisini tushuntiryapti-da bu yoqda. Uni ikkalasini alohida og'iz bor edi ochiq dengizga o'tmishda deyapti. Hozir emas, hozir bitta bo'lib ketgan. Now they meet in swamp in the southern Iraq in form single stream. Stream the Shaft al-Arab which flows into the heat of the Persian Gulf. Persian Gulf. Qarang. Hozir ular they meet in a swamp in southern Iraq in the form a single stream. Mana qarang. Ikkalasi hozir uchrashadi. Southern Iroqda, ya'ni Iroqning southern qismida uchrashadi. Boyagi ikkalasi birga qo'shilib ketgan hududda bu yer va tashkil qiladi single stream. Bitta daryoni tashkil qiladi. Stream degan shu jar qanaqadir bir daryo deganda. O'sha daryoning nomi, o'sha qo'shilib ketgan joyining nomi Shaft al-Arab deyilgan va bu qayerga oqadi? Fors qo'ltig'ining boshiga qarab oqadi. Mana Shaft al-Arab deb bitta ko'raylik-da. Shu boyagi ko'rsatgan joyimiz chiqarib beradi bu. Ozgina tinisin. Tina bo'lmay qolayotganga o'xshaydi. Mana. Qisqasi ozgina ko'rinmayapti. Mana shu narsa, mana shu daryo, mana shu ketyaptidan fors qo'ltig'iga quyilayotgan daryo Shaft al-Arab, ya'ni bu ikkalasi qo'shilgani, nimani qo'shilgani? Euphrates bilan nima bilan? Tigris qo'shilib tashkil qilgani mana shu bo'ladi. Tiniqrog'i bordir, qayerdadir. Mana Irbiz quyilyapti, Bag'dod quyilyapti. Bu yig'ilib boryapti. Mana bu joy bor-ku, mana bu. Fors qo'ltig'i quyilayotgan joyning nomi Shaft al-Arab deb ko'rsatib beryapti. Shaft al-Arab. Yana ham aniqroq. Mana
quyilyapti, mana Euphrateslar quyilyapti, kelib quyilyapti. Tigris ham qo'shilyapti mana bu hududda va bular Shat al-Arab riverini tashkil qilyapti. Mana Shat al-Arab bundoq quyilib keyin Arabian Gulf, ya'ni Fors qo'ltig'iga quyilib kelyapti. Tushunarli? Mana bundoq kelyapti-da. Endi mana bu yerda aralashganlari ham bor. Endi bular ham quyilyapti. Asosan bizning fikrimiz hozir Euphrates bilan Tigris riverida quyilganiga qarashimiz kerak. Mana bu uzun kelayotgan katta glavniy suv bu Shat al-Arab river deyiladi. Qarash shunaqada. Undan aniq qilib tushuntirib bera olmayman. Agar juda qiziq bo'lsa, o'zlaringiz borib yana ko'rasizlar. Ketdik. At 1,900 kilometers, the Tigris is shorter than Euphrates, but it is more important commercially because its channel is deeper. Qarang. 1900 kilometrda Tigris daryosi bu Euphratesdan kaltaroq ekan. Qaysi kaltaroq? Demak, Tigris kaltaroq Euphratesdan. To'g'rimi? But it is more commercially because important commercially. Chunki lekin deyapti, Tigris daryosi deyapti. Iqtisodiy tomondan juda ham muhim deyapti. Demak, odamlarga iqtisod degan nima degan? Odamlar ko'proq foydalana oladi undan deyapti-da. Juda ham muhim. Chunki its channels deeper. Chunki o'zini anaqasi chuqurligi juda ham chuqur deyapti-da. Chuqur bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Baliq bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Sayozda unaqangi baliq bo'lishi ham mumkin. Ko'p baliq bo'lmaydi-da. Katta baliqlar chuqurroqga joylashadi, suv yuzasidan. Shunaqa. The fertile region between Tigris and Euphrates called Mesopotamia by the ancient Greeks, and it was here that the earliest known civilization flourished. Xo'p, demak, ikki daryoning oralig'i, Tigris bilan Euphratesning oralig'i. Boya ko'rib o'tdingizlar, Tigris bilan Euphratesning orasida nima bor edi-da? Joy bor edi. O'sha joyning nomi Mesopotamia deb nomlangan. Kim tomonidan? Qadimiy greklar tomonidan va eng birinchi sivilizatsiya o'sha yerdan boshlagan. Flourish degani gullab yashnagan, boshlagan deganda. Sivilizatsiya degan insonlar rivojlanishi o'sha yerdan boshlangan deyapti-da. Civilization degani shu. Insonlar rivojlanish davri o'sha yerdan boshlanganda eng birinchi. Demak, ketdik. Ana bu yerda ko'raylik-da. Ikki daryo oralig'idagi hududni ko'raylik. Mana. Qarang, ikkita daryoning orasida hudud bo'lgan, ko'ryapsizmi? Mana qarang. O'sha ikki daryo orasidagi hududni Mesopotamia deb atalgan o'tmishda. Qarang, zo'r bitta plajatka bo'lgan ekan, o'sha yer Mesopotamia bo'lgan. Mesopotamia deb atalgan. O'sha yerda inson sivilizatsiyasi boshlangan, eng birinchi. The earliest known civilization flourished degani kurtak ota boshlagan, rivojlana boshlagan degan. Tigris was the great river of Assyria. Qarang, Tigris Assiriya davlatining daryosi bo'lgan deyapti. Tigris was the great river of Assyria. Assiriyaning bir daryosi bo'lgan va the ancient city of Ashur, which gave its name to Assyria, stood on its bank as did Nevada Splendid capital. Xo'p, shuni bir tarjima qilaylik yaxshilab. The ancient city of Ashur. Qarang. Nima demoqchi bo'lyapti bu yerda? Tigris daryosi Assiriyaning bir eng zo'r daryosi deyapti, to'g'rimi? Asiriyani
nomlab beryapti. The ancient city of Assur, which gave its name to Assyria. Demak, Assiriyaga nomini bergan. Assur degan city Assuriya degan nom bergan va bu narsa o'sha paytda qarang, stood on its bank, ya'ni Tigris daryosining sohilida joylashgan. Qarang, as did Nineveh degani dik shu Nineveh joylashganidek deyapti. Ya'ni Nineveh bitta shahar, ya'ni Assiriyaning zo'r bitta poytaxti deyapti. Splendid degan ajoyib degan. Zo'r poytaxti deb qarayapti bular. Tushunarli? Demak, Nineveh nima ekan? Bu o'sha paytda Assiriyaning poytaxti bo'lgan. U ham Assiriyaning poytaxti bo'lgan. Nineveh ham Tigrisda nimasida sohilda joylashgan. Bank degan sohili. Bo'yida deganda nima ham o'sha Assur City ham nimada joylashgan? O'sha Tigrisning anaqasi joylashgan, bo'yida joylashgan. Ikkalasi ham. Va Nineveh ham o'sha joyda joylashgan, Assur ham o'sha joyda joylashgan va ikkalasi ikki xil shahar. Ketdik. Mana shuni bir mapdan isbotlaymiz. Haqiqatdan ham Tigris daryosining bo'yida joylashganmikan o'tmishda? Qani? Assyria. Demak, mana bu vashi davlat, mana bunaqasiga, mana bu ko'k bo'lib turgan davlat bu Assyria deyapti. To'g'rimi? Assyria deyapti. Xo'p, bu qani? Mana daryolar, mana qarang, mana daryolar. Mana daryolar bundoq qarang, Euphrates River va mana Tigris River. Haqiqatdan ham qarang, Ashur City mana e'tibor beramiz. Ashur City mana Tigris daryosining bo'yida joylashgan ekan o'tmishda. Va shu bilan birga qarang, Tigrisda yo'nalishiga qarang-da. Ashur ko'zlaringizga o'tayotgan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa, Tigrisda yo'nalishiga qarang, mana bu mishka bilan olib boraman. Bundoq ketgan. Va Nineveh ham qarang, nimada joylashibdi? O'sha Tigrisda qirg'og'ida joylashgan mana. Mana bu Tigris mana bu. Demak, Assur ham joylashgan, Nineveh ham joylashganda. Vashi davlatning nomi Assiriya bo'lgan. Demak, davlatning nomi Assiriya, lekin uning markazi, poytaxti deymizmi endi, Ashur bo'lgan. Va poytaxtidan keyin davlatiga nom berilganda, demak, joylashishini ko'rdingizlar. Yana boshqa joylarda joylashish bo'yicha qanaqadir nima bormi ekan? Mana bor ekan. Mana ajoyib ko'rinishga ega. Demak, mana bu Tigris Riverda yo'nalishni ko'rib turibsizlar. Mana meshkani olib ketyapman. Olib ketyapman. Mana Ashur qayerda joylashgan? Demak, Tigris Riverning bankida joylashgan. Bank degan sohilda. Nineveh ham shunaqa yerda joylashganda. O'sha gapni gapiryapti-da. Mana qaytarib o'qiylik mana. Tigris, Great River of Assyria, ya'ni Assiriyaning bir ajoyib anaqasi bo'lgan, daryosi bo'lgan va qadimiy Ashurning shahri. Qaysiki o'zining nomini Assiriyaga bergan va u qarang, Ashur o'sha sohilda joylashgan. Ashur its bank, ya'ni o'sha Tigris daryosining sohilida joylashgan, xuddi Nineveh joylashganidek. As did Nineveh degan, Nineveh ham shu sohilda joylashgan deyapti. Endi Ninevehga uzoq beryapti. Nineveh Assuriyaning zo'r bitta anaqasi, capital, poytaxt ekanda. Значит, Nineveh capital bo'lgan ekan, poytaxt bo'lgan ekan. Ashura poytaxt bo'lmagan. Qarang, demak, poytaxt Nineveh bo'lgan, Ashur u ham bitta city. Ikkalasi ham qayerda joylashgan? Sohilda joylashgan. Zo'r. Ketdik. Much later, the Macedonian General Seleucus built his capital city, Seleucia, on the Tigris and across the river from Seleucus. Persian kings built steps and demak, biroz vaqtdan keyin
qancha vaqt bo'lishi mumkin? Endi o'sha nechidir asrdan keyinda o'sha mana Assiriyalardan keyin vaqt o'tgandan keyin bir asr mobaynida qachonga to'g'ri keladi, men tarix bo'yicha chuqur bilmayman. Makedoniyaning generali Seleucus o'zining poytaxtini qurgan Seleuciyani Tigris daryosining bo'yida. Va across the river from Seleucia the Persian king built Ctesiphon. Ya'ni, значит, Seleuciyani Tigris daryosining bo'yida qo'yapti va daryoning narigi tomonida Seleucia poytaxti-ku. Demak, u bir yuzida Tigris daryosining bir qirg'og'ida va uning narigi qirg'og'ida Persian qirolligi o'zining Ctesiphon degan nimasini qurgan ekanda. Shahrini, qirolligini qurgan ekan. Demak, Seleuciyani bitta ko'rib ko'raylik. Demak, mana Tigris daryosini bo'yida qarang, mana Seleusiya qurgan o'zini nimasini, poytaxtini. Qarang, endi daryoni u tomonda mana bular quryapti mana. Stefan quryapti. Ko'ryapsan? Ikkalasi daryoni ikki anaqasiga quryapti. Ikki tomoniga quryapti. Mana Tigrisda bu tomonda Stefsonlar bor, bu tomonda Seleusiyalar bor. Mana ikkalasi qurgan. Mana Makedonlar kapital Seriyani qurgan Tigrisda va uning Seleusiyaning narigi tomonida Persian king qurilgan o'zining Stefsonda. Chief city on the river today are Baghdad. Hozirgi kunda asosiy glavniy shaharning nomi Bag'dod ekan. Bu Bag'dod Iroqning poytaxti. Haqiqatan ham hozir Baghdad turuvdi boya ko'rdik. Really. Mana qarang, asosiy shahar hozir Iroqning poytaxti Bag'dod bo'lib turibdi. Mana Tigrisning bo'yida turibdimi? Mana Tigris bilan Euphratesning o'rtasida turgan joy hozir Bag'dod deb qaraladi dedi. Mana ko'rdik Bag'dodni ham. In Mosul farther upstream, ya'ni teparoqda Mosul degan joy ham bor ekanda. Ya'ni farther upstream degani shu uni tepa qismida Mosul degan joy ham bor. Qani Mosul bormigan? Negadir ko'rinmayapti-da. Hech chiqisi yo'q, ko'ramiz.
Mana Mosul mana shu joylashgan ekan. Mana bu daryo. Bag'dod bizani mana bu daryo. Mana bizning kerak bo'lgan daryo mana. Mana bu Tigris. Demak, значит, haqiqatan Bag'dod bu yoqda teparog'ida Mosul joylashgan ekanda. Nimaga bular boya ko'rsatmadi Mosulni? Kichkina shahar bo'lgani uchun ko'rsatmaganga o'xshaydi-da. Mana bundan ko'raylik. Mana Bag'dod. Onun tepasida mana Mosul. Demak, Tigris daryosini tepasida joylashgan ekanda. Mana qarang. Mosul degan joy bu yoqda, Great Zap qo'shilib kelyapti, Little Zap ham qo'shilyapti. Diyala qo'shilyapti mana bu yoqdan Tigrisga qarang. Uchalasi bundoq qo'shilib kelyapti. Mana bundoq qo'shilib kelyapti. Demak, qarang, Bag'dod mana bu yoqda pastroq qismida Tigrisda, tepa qismida Mosul va mana bu Tigrisda mana nasiga Great Zap qo'shilyapti, Little Zap qo'shilyapti, Diyala qo'shilyapti. Pastroqqa tushsak, mana bu yoqda qarang, bundoq kelamiz. Tigris bundoq keladi. Tigris keladi-yu, mana Iprib bilan qo'shilgan nuqtasi va qo'shilib Basra degan joydan o'tib ketyapti. Basra degan joydan o'tib ketyapti. Yaxshi, demak, bu yoqqa qaraylikchi. The river steamers make regular trips between Basra, a modern port of Shat al-Arab, and Baghdad. Demak, daryo streamerlar, ya'ni daryoda yuradigan odamlar, qanaqa odamlar? Misol uchun shu daryo bo'yicha nonini topadigan, qanaqadir shu orqasidan pul topadigan odamlar yoki shuni qo'riqlaydigan odamlar bo'lishi mumkin, охранникlar bo'lishi mumkin. O'sha streamerlar, o'shalar daryoda yuradigan odamlar muntazam nima qiladi? Regular trip between Basra bilan Basra nima ekan? A modern port of Shat al-Arab ekan. Shat al-Arabning zamonaviy porti bu Astanovka deymiz bizani nimada? Qanaqa Astanovka? Daryodagida port bor-ku, port seriya deyiladi. Port seriya degan shu. O'shaga kelib, barcha dengiz transportlari, kemalar to'xtaydi o'sha joyga. O'sha Basra, ya'ni Shat al-Arab nima edi? Boyagi Euphrates bilan Tigrisda qo'shilib ketgan hududi qo'shilib borib bular Persian Gulfga borib qo'yilardi. Ya'ni Persian Gulf degani Fors qultig'iga borib qo'yilardi. O'sha Fors qultig'iga borib qo'yilayotgan joy hududdagi daryoni biz Shat al-Arab deydik. O'sha Shat al-Arabning nimasi ekan bu? Zamonaviy port ekan, ya'ni Astanovkasi ekan. O'sha bilan Bag'dod o'rtasida muntazam odamlar nima qilib yuradi? Nima deydi? Dengizda yuradi. Daryoda sayohat qilib yuradi. Misol uchun bilmaymiz, odamlar tashiydimi yoki qanaqadir bir baliq tutadimi, shunaqa ishlar qiladi-da. Hozir men ko'rsataman, qaranglar. Значит, Basra. Mana Basra qayer? Bu Basra dengizdan kelib turib katta kemalar mana shu yerga to'xtaydi. Bu Astanovka. O'sha Basra bilan Bag'dod o'rtasida, mana qarang, Bag'dod o'rtasida
muntazam mana kanal bor, mana ketyapti. Bag'dod o'rtasida muntazam nimalar yuradi? Qatnov borda. Nima qatnov bor? Kemalarda daryo strimerlar qatnab yuradi. Endi odam tashishi mumkin, istalgan ishni qiladi-da. Baliqchilik qilishi mumkin. Mana. Demak, since ancient times, the people of Mesopotamia have depended on the water of the two rivers to irrigate their hot and dry land. Qarang, qadimda Mesopotamiya odamlari, Mesopotamiya qayer edi? O'sha Tigris bilan Efratsning o'rtasidagi hudud, da shakllangan eng birinchi sivilizatsiya odamlari bo'lgan. O'sha paytlari deyapti. O'sha paytlaridagi Mesopotamiya odamlari juda ham qattiq bog'langan edi. Qarang, dependent on degan qattiq bog'langan edi. Ikkita daryoning suviga, ya'ni Tigris bilan shu Efrats daryoning suviga juda ham bog'lanib qo'ygan. Nima qilishga? O'zlarining issiq, quruq yerlarini sug'orishga. Soil itself is largely a gift of the rivers. Ya'ni tuproqning o'zi juda ham bir daryoning bir sovg'asi odamlar uchun deyapti. Qarangda, daryoning sovg'asi ekan tuproqning o'zi. Значит, unumdor bo'lyapti. Unumdor tuproqda endi. Shuning uchun sovg'a deb gapiryapti. Demak, daryodan chiqqan tuproq juda ham bir unumdor va u daryoning sovg'asi odamlarga-da. Which deposit tremendous quantities of silt on their lower course. Ya'ni qaysiki deposit degan qoldiradi deganda ulkan miqdordagi cho'kilmalarni qoldiradi. Silt, cho'kilma. Silt, daryoning tagidagi cho'kilmalarni qoldiradi. Juda ham ko'p miqdordagi qoldiradi. Their lower course, ya'ni o'zining pastki hududida deyapti. Lower course degani sal sayozroq hudud joyida tuproqni qanaqadir o'zini cho'kilmadan qoldirib ketadi. Deposit degan chirib qanaqadir bir nima deydi? Deposit bo'ladi-da. Ozuqaday narsa bo'ladi. Deposit tarjima qilamiz. Mana sediment deyapti bu ham. Yig'ilib qolgan narsa, layer, qatlam, shunaqa narsa deyapti-da. Ya'ni bitta qatlam qolagan juda ham ko'p miqdordagi, tremendous quantity degan juda ham ulkan miqdordagi degan. Tremendous degan juda ham ko'p miqdordagi cho'kilma qolib ketadi o'zining sayoz qismlarida deyapti. Mana bu cho'kilma. Mana sediment bu ham chiqib kelyapti sediment. Значит, o'sha ikkala daryo qirg'og'ida tuproq nima qilar ekanda, qoldirar ekanda. Xo'p, shallow Persian Gulf is being filled at a rate of 20 meters a year. Sayoz Fors qo'ltig'i, ya'ni sayoz, Fors qo'ltig'idagi daryo ham juda ham sayoz bo'lib qolgan ekanda. O'sha to'lib ketyapti. 20 metr yiliga to'layapti. Значит, 20 metrgacha to'lib ketar ekanda, yiliga shuncha to'lib ketar ekan. Tuproqqa to'lib endi sayozlashib qolar ekanda. Ruins of City, shaharning qoldiqlari, xarobalari. Qaysi xarobalari? Endi shu Mesopotamiya davridagi shahar qoldiqlarida o'shalar bir paytlar were Gulf ports, ya'ni o'sha qo'ltig'ining bir porti bo'lgan. Ya'ni o'sha shahar Fors qo'ltig'ini qanaqadir bir porti bo'lgan, ostanovkasi bo'lgan. Now lies far inland. Juda ham inlandda yotadigan, inlandda ichkarida qolib ketgan deganda. Bu nima degani? Bu Fors qo'ltig'i nima desam bo'ladi? Mana bu yerdan tushuntirib beray endi. Mana bu yerdan. Fors qo'ltig'ini deyapti, o'tmishda nimasini qurgan, shaharlarni qurgan, ya'ni suvga yaqinroq, o suv qurib yana orqaga qaytib ketaveryapti. Natijada ichkarida qolib ketyapti boyagi shaharda. Tushunarlimi? Shunday bo'lyapti-da. Mana bu Fors qo'ltig'i sayozlashib ichkariga, orqaga qaytib ketyapti dengizga. Natijada o'tmishda ular Fors qo'ltig'ining yonidan shahar qurgan, u hozir dengizdan uzoqlashib ketgan, ya'ni Fors qo'ltig'idan uzoqlashib ketgan. Chunki qurish bo'lyapti. O'sha narsani gapiryapti-da.
Ketdik. From the information given in the passage about Tigris and Euphrates, we learn that berilgan ma'lumotlardan Tigris va Evfrat haqidagi berilgan ma'lumotdan biz nimani bilamiz? Euphrates is shorter, deeper than Tigris. Qarang, Euphrates deyapti kaltaroq, lekin chuqurroq Tigrisdan. Yo'q, nabarot bo'lishi kerak. Ya'ni Euphrates uzunroq edi-ku, Tigris kaltaroq edi. Bu bo'lmaydi. Each river once had its own outlet to the open sea. Mana shu bo'lishi mumkin. Qarang. Har bir daryoning o'zining once degan qarang, bir paytlar, o'tmishda degan. Tushunarli? Once da shunaqa tarjimasi ham bor. Bir paytlar o'zining ochiq dengizga nimasi bo'lgan? Outlet bo'lgan. Outlet degan chiqish imkoniyati degan. O'zini imkoniyati bo'lgan dengizga deyapti-da. O'sha javob bo'ladi. Mana. The mouth of river deyapti. Daryoning og'zi deb tarjima ham qilinyapti. Ko'rdingizlarmi? Mana, demak bizda hozir outlet bizda nimaga sinonim qilinyapti? Qani edi hozir? O'zgacha rang bilan bo'yaylik mana. Qarang. In ancient times, the two rivers had separate mouths. Ikkala daryoning alohida og'zi bor edi o'tmishda. Nimaga og'iz? Ya'ni dengizga chiqish. Bu aytdim-ku, tekstda tarjima qilayotganimda, ikkalasi отдельно Persian Gulfga borib qo'yilgan, ya'ni Fors qultig'iga borib qo'yilgan va hozirgi kunda ular birlashib ketib qo'yilyapti. Shunday, qadimiy vaqtda ikkita daryoning alohida o'zining daryoga quyiladigan og'zi bor edi degani. Bu yerda each river once had its own outlet to the open sea. Demak, once degani in ancient times ga sinonim bo'ladi. Two rivers degani each river ga sinonim bo'ladi. Separate mouth degani had its own. Har bir daryoning o'zini, qarang, mouth degan yerda hozir outlet ga sinonim bo'lyapti. O'zining alohida, har bir daryoning o'zining mana own degan alohida degan separate ga sinonim bo'ladi. Its own degani bizda yo'qdagi separate ga sinonim bo'lyapti. Outlet degan mouth ga sinonim, to the open sea degani o'zi mazmunini shuni berib o'ryapti. Demak, bejavob bo'ladi. Qolganlarni ko'rib chiqing. Separate is longer, more commercial use. Bu noto'g'ri. Ya'ni Euphratesda ko'proq uzunroq va ko'proq iqtisodiy foydasi bor. Va bu Tigrisga tegishli narsadir. The rivers have always joined near Persian Gulf to form a swamp. Qarang, daryolar har doim Fors qo'ltig'ini yaqinida qo'shilib ketgan, bitta botqoqlikni tashkil qilish uchun. Yo'q, bular o'tmishda отдельно bo'lgan, yaqinda qo'shilgan mana. Always joined. Always degan avvaldan bo'lgan, har doim ikkalasi qo'shilib Fors qo'ltig'iga quyilgan deyapti. Yo'q, alohida quyilgan bular. The more ancient cities were situated on the bank of Euphrates than the Tigris, but not given. Ko'p shaharlar joylashgan Euphratesning qirg'og'ida, Tigrisga qaraganda. Qarang, Tigris bilan Euphratesni qiyoslagani, bular moliyaviy tomondan yaxshi yoki chuqurroq deb qiyosladi. Lekin Euphrates bilan Tigrisni bir-biriga qiyoslagan qaysini qirg'og'ida, sohilda ko'proq shahari borligi nuqtai nazaridan qiyoslamadi. Javobda hozir Euphrates bilan Tigrisni bir-biriga qiyoslayapti. Qaysida ko'proq shahar qirg'og'ida joylashganligi nuqtai nazaridan. U degani unaqa narsa yo'q, not given bo'ladi. According to the passage, the Tigris River has been fought over. Bo'ladigan o'xshaydi javobi. Qarang. Has been fought over by Assyrians, Macedonians in Persian and Iraqis. Ya'ni Tigris daryosi talashilgan. Qarang, fought over degan ustida janjal bo'lgan deganda. Assiriyaliklar, Makedoniyaliklar,
partiyaliklar va iroqlarning o'rtasida urush janjal bo'lgan, talashgan Tigrisda deyapti. Unaqangi urush janjal bo'lganligi haqida gap ketmadi-yu. Flown into the Lake Van in eastern Turkey. Ya'ni oqqan qayerga oqqan? Lake Van'ga oqqan, eastern Turkiyadagi. Tigris River Lake Van'ga oqib tushgan deyapti. Yo'q, Lake Van'dan oqib chiqib ketgan. Tushunarli? Lake Van'da atrofidagi tog'lardan boshlanyapti Tigris River. Tigris Riverda o'zi borib unga quyilmayapti. U degani Tigris River quyilishi bu Fors qo'ltig'iga quyiladi. Bu bo'lmaydi. Tigris has provided sites for important settlements. Ya'ni Tigris daryosi ta'minlab berdi joylarni, juda ham bir muhim bir settlement degani yashashga, o'troq yashashga deganda joy ta'minlab bera oldi, deyapti-da. Qachondan beri? Since-dan beri degan. Since the dawn of civilization. Ya'ni sivilizatsiya bor edi-yu. Sivilizatsiya. Qanaqa sivilizatsiya? Mana bu Mesopotamiya birinchi bo'lgan o'sha yerda. O'shandan keyin deyapti, Tigris daryosi juda ham muhim joylar ta'minlab berdi. Provide sites for important settlements. Ya'ni muhim bir istiqomat qilish, joylashish uchun joy ta'minlab bergan o'sha sivilizatsiyadan keyin deyapti. Bu bo'lishi mumkin. Qayerda kelgan lekin? Mana bu yerdan kelyapti-da, mana shu yerdan. Mana shu yerdan kelar ekanda, mana shu yerda o'qisak, biz xulosa qila olamizki, bu yerda xulosa qiling degan joy bormi ekan? Passage binoan. Mana. Qarang. Mana aytayapti. Juda ham hosildor yer Tigris bilan Yevropa o'rtasidagi nom Mesopotamiya bo'lgan. Va bu eng avvalgi sivilizatsiya bo'lgan va undan keyin qarang, mana Assiriyaning eng muhim daryosi bo'lyapti. Undan keyin aytayapti, Nevadagi juda muhim zo'r joy bo'lgan Assiriyani poytaxti va undan keyin Makedonlar o'zini nimasini quryapti, poytaxtini va undan keyin Seleusiya mana bu partiyaliklarimi shunaqa saltanat o'zini yana bir nimasini quryapti. Demak, haqiqatan ham settlement bo'lyapti-da bu yoqda. Sivilizatsiyadan keyin. Ana shu narsaga o'sha javob bo'lishi ehtimoli bor. O'sha javob bo'ladi. Demak, qolganlarini ko'rsalaringiz yo'q narsalarda. Ya'ni ko'p ishlatib yuborgan, sug'orishga deyapti. Natijada bu botqoq bo'lib qolib ketgan. Qayiq bilan ko'rsa bo'ladi deyapti. Bu narsa bo'lmaydi. Demak, javobimiz C bo'ladi. It is clear from the passage that people living in the area between Tigris and Euphrates, descendants of Assyrians, general nomads, shallow of mountains, live up. Qarang, mana buni e'tibor beramiz. People living in the area between Tigris and Euphrates, ya'ni Tigris bilan bu Tigris daryosining o'rtasidagi yashagan odamlar nima qilgan uni? Ya'ni Mesopotamiyaliklar nima qilgan uni? Bunday ekanda mana bu joydan kelyapti ekanda. Qarang, since the ancient times the people of Mesopotamia have depended on the water of the two rivers to irrigate their hot and dry land. Ya'ni qadimiy vaqtlarda Mesopotamiya odamlari nimaga bog'liq bo'lib qolgan? Ikkita daryoning suviga bog'liq bo'lgan. Nima qilishga? O'zlarining quruq, issiq yerlarni sug'orishga. Irrigate degan sug'ormoq degan. Dependent on degan suyangan degan. O'zi kelib turibdi bu javobni. People living in the area between Tigris and rivers use the river water for agriculture bo'ladi. Agriculture degani nima degani bu? Agriculture degani bu qishloq xo'jalikda sug'orish degani. Demak, nima bo'lyapti? People living in the area between Tigris and Euphrates use the river water for agriculture deyapti. Sharni kim oldi?